Atom tarkibi ikkinchi dars misol masalalarga o'tamiz. Misol masalalar Telegramga tashlab qo'yaman. Birinchi savol. Birinchi savol ishlanishini ko'ramiz. Xo'p, demak birinchisi metan savol beryapti. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neutronlar soni bir xil bo'lganlarini tanlang. Demak, proton va neutroni bir xil bo'lganini tanlar ekanman. CH4 uchta narsasi bor. Protoni bor, elektroni bor, neytroni bor. Metanda vodorod tartib raqami 1, uglerod tartib raqami 6, 1 karra 4, 4, 6 ni qo'shsam 10 bo'ladi, protonlar soni 10 ta. Neytral zarracha bo'lgani uchun elektronlari ham 10 ta. Neytronlar soni vodorodda 1 dan 1 ayirsam 0, 4 ga ko'paytirsam 0 bo'ladi. Demak, vodorodda neytron yo'q ekan. Uglerodda 12 dan 6 ni ayirsam 6. Hop, protonlar bilan neytronlar soni teng bo'lmagani uchun, demak, birinchisi, ya'ni metan kirmas ekan. To'g'ri javobga. Ikkinchisi vodorod ftorid. Vodorod ftorid H2 ko'rinishda yoziladi. 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. Ftorda tartib raqami 9, massasi 19 va vodorod tartib raqamlari 1, massasi 1 bo'ladi. Protonlar soni 1 ga 9 ni qo'shsam 10, protonlar soni 10 ta, elektronlar soni 10 ta, neytronlar soni vodorodda yo'q, tepada ham ko'rdik. 19 dan 9 ayirsam 10 ta. Protonlar bilan neytronlar soni teng ekan. Demak, 2 kirar ekan. 3 ni ko'ramiz. Uchinchisida nima bor? Gidroksonik kationi. Gidroksonik kationi H3O ko'rinishda yoziladi, I plyusi bo'ladi. 1 1 16 ga 8. Bunda ham 3 ta narsa bor: proton, elektron, neytron. Protonlar soni 1 karra 3 3, 8 ni qo'shsam 11. 11 ta protoni, elektronlari 11 ta bo'lish kerak edi, plyus hisobiga 10 ta bo'lib qoladi. Neytronlar soni vodorodda yo'q. O'shaning uchun 16 dan 8 deyraman, 8 ta. Teng bo'lar ekanmi desa, yo'q, teng bo'lmas ekan. Protonlar bilan neytronlar teng bo'lmas ekan, 3 kirmas ekan. Demak, to'g'ri javobdan 1 bilan 3 darni chiqarib tashlayman. A javob bilan B javob qoladi. Yo 2 5 yoki 2 4. 4ni tekshiraman. 3ni tekshirib bo'lganimdan keyin 4-tinchisi deytrometan. Deytrometanda vodorod o'rniga D3 ishtirok etadi. 2 bo'ladi, 1 bo'ladi. Bu vodorod izotopi yozilgan konspektimizda bor edi. 12 ga 6 uglerodning massasi. 3 ta narsa bor: proton, elektron, neytron. Protonlar soni 1 karra 4 4, 6 ni qo'shsam 10 ta protoni bor. Elektronlar soni 10 ta. Neytronlar soni, hop, 2 dan 1 da ayirsam 1, 1 ni 4 ga ko'paytirsam 4, 12 dan 6 ni ayirsam 6, qo'shib yuborsam 10 ta bo'ladi. Bunda 10 ta neytron, 10 ta proton bor ekan, teng ekan. Demak, 4 kiradi. 2 4 degan javob Boburda. Demak, to'g'ri javobimiz Bobur bo'lar ekan. Yig'indisi ortib borsin. Yo'q, 12-savolni ko'rar ekanman. 12-savol. Quyidagi keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi neytronlar soni kamayib borish tartibida joylashtiring. Demak, neytronlar soni kamayib borsin ekan. Birinchisi azot 15 7 molekula. 3 ta narsasi bor: proton, elektron, neytron. Protonlar soni o'zi bittasida 7 ta bo'lar ekan, 2 ga ko'paytirsam 14 ta. Elektronlar soni teng bo'ladi, 14 ta bo'ladi. Neytronlar soni 15 dan 7 ni ayiraman, 8 bo'ladi. 8 ni 2 ga ko'paytirsam 16 bo'ladi. Demak, neytronlar soni bunda nechta ekan? 16 ta ekan. Xo'p, ikkinchisi is gazi. Is gazida 3 ta narsa bor: proton, elektron, neytron. Kislorod 16 ga 8, uglerod 13 ga 6 bo'lish kerak ekan. Protonlar soni 6 ga 8 ni qo'shsam 14, elektronlar soni 14 ta, neytronlar soni tepadan pastga ayiraman, 16 dan 8 da ayirsam 8 bo'ladi, chunki 16 atom massa. Atom massadan protonlar soni, ya'ni tartib raqamida ayirsam, neytronlar soni kelib chiqadi. 13 dan 6 ni ayirsam 7 bo'ladi. Qo'shsam, ikkalasini qo'shsam 15 ta bo'ladi. Xo'p, qanday o'zgardi? 16 bo'ldi, bunda 15 ta bo'ldi, ya'ni kamayibdi. Menga qanaqa jadval kerak edi? Kamayib borish tartibi kerak edi. Keyingisi ammiak. Uchinchisi NH3. 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. 1 1 14 ga 7, 1 karra 3 3, 7 ni qo'shsam
10 ta bo'ladi. 10 ta protoni bor ekan. Elektronlar soni 10 ta bo'lar ekan. Neutronlar vodorodda bo'lmaydi, chunki birdan birda ayirsam 0 bo'lib qoladi. 14 dan 7 ni ayirsam 7. Demak, bunda neutronlar soni 7 ta ekan. Keyingisi suv. Nechinchisiga keldim? 4-inchisiga. Suv H2O. Faqat kislorodda 18 lik izotopi ishlatilgan ekan. Hop, kislorod tartib raqami 8, bu 28 emas, kislorodda tartib raqamini qo'yib oldim. 1 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. 1 karra 2 2, 8 ni qo'shsam 10 ta protoni, 10 ta elektroni bor. Endi vodorodda men neytron yo'qligini bilaman, birdan birda ayirsam 0 bo'ladi, shuning uchun 18 dan 8 ni ayirsam 10 bo'ladi. Demak, neytronlar soni bunda 10 ta ekan. Qanday tartibda joylashtirdida? Bizga kamayib borish tartibida joylashtir. Tartibida neytronlar soni kamayib borsin. Xo'p, birinchisi 16 taligi, ya'ni birinchi tartib raqamdagi 16 ta neytroni bor, birga joylashdi. Undan keyin 15 taligi bormi? Bor. Ikkinchi tartib raqamdagisi 15 ta. Keyingisi 10 ta 4, undan keyingisi 7 ta 3. To'g'ri javob. Xo'p, to'g'ri javob 1 2 4 1 2 4 3 javob Bobur to'g'ri keladi. 28-savol. 28-savolda nima deyapti? Elementning atomida neytronlar soni. Demak, noma'lum element bor ekan. Bunda 3 ta narsa bo'ladi: proton, elektron, neytron. Xo'p, aytayaptiki, neytronlar soni 45 ta. Xo'p, bu elementni atom massasini 56,25% ni tashkil qiladi. Massani ikkita narsa beradi: proton bilan neytron. O'tgan safar elektronning massasini inobatga olmaganmiz. Protonlar sonini x deydigan bo'lsam, bu 45 tasi 56,25. Xo'p, qolgani qancha qoladi desa, 43,75% qoladi. Nimaga? Yig'inda umumiy 100% bo'lish kerak. Massani ikkita narsa rol o'ynaydi. Agar jami atomlar deganda, jami zarrachalar deganda elektronlar sonini ham inobatga olardim. X barobar deyman. X 35-tartib raqam ekan. Noma'lum elementda protonlar soni 35 ta ekan. Bu degani 35-tartib raqam. 35-tartib raqamda brom turadi. Massasi 80 gram bo'lar ekan. Nimani hisobiga? 35 ta protoni, 35 ta neytroni. Xo'p, shu ikkalasi massani bildirardi. Ikkalasini sonini qo'shsam, massa kelib chiqardi, ya'ni 80. Shu 80 mana bu yerga yozildi. Xullas shu. Xo'p, keyingisi bizdan nimani so'rayapti bu savolda? Bu elementdagi proton, elektron, neytronlar tartib nomeri, atom massasini toping. Demak, protonlar soni 35 ta. Elektronlar soni 35 ta. Tartib raqami 35. Hop. Atom massasi 80. Javobni olaman. 35, 35, 35, 80 javob, demak, sobir bo'lar ekan. 32-savol. 32-savol. Noma'lum element 94-tartib raqamda, demak, element 94-tartib raqamda. Kimligi muhim emas. Massasi 242. Hop, bundagi neytronlar sonini so'rayapti. Neytronlar sonini topish uchun atom massadan tartib raqamini ayirishim kerak. Ayirsam 148 ta. 148 ta. Javob Doniyor to'g'ri bo'ladi. Birinchi savol. Birinchisi S3H8 o'zgarish kerak. Qandaydir, ya'ni birinchisi NO2, ya'ni azot peroksidi, qo'ng'ir gaz yoki tulki dumi gazi desam to'g'ri bo'laveradi. Azot 3 oksidi, keyingisi ozon, keyingisi kislorod. Shuni qanday o'zgarganini topishim kerak. Xo'p. Birinchisi propandan boshlayman. S3H8. 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. Protonlar soni
1 karra 8 8, 6 karra 3 18, qo'shsam 26 ta protoni bor ekan. Elektronlar soni ham 26 ta. Neytronlar soni vodorodda bo'lmaydi. Uglerodda 12 dan 6 ni ayrsam 6, 3 ga ko'paytirsam 18 ta. Jami zarrachalar soni 70 ta bo'lar ekan. 70 ta. Demak, bunda jami zarrachalar 70 ta. Endi NO2 nikini topamiz. NO2 3 ta narsasi bor: proton, elektron, neytron. 7 8 8 kare 2 16, 7 ni qo'shsam hop 23. 23 ta elektroni, neytronlar sonini topsam 14 dan 7 ni ayirsam 7, 16 dan 8 ni ayirsam 8, 8 karra 2 16, 16 ga 7 ni qo'shsam 23 ta. Hop, bunda proton bilan neytronlar soni teng ekan. Bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Hop, jamisini qo'shsak 69 ta. Hop, 70 dan 69 taga tushdi. Nima bo'ldi desa, kamaydi. 1 ga A javob bo'lar ekan. Ya'ni 1 A degan haligi murakkab savol ishlayotganimiz uchun 1 A ni olib qo'yaman. Keyingisi azot 3 oksidi. Azot 3 oksidida 3 ta narsa bor: proton, elektron, neytron. 8 7. 8 karra 3 24, 7 karra 2 14, qo'shsam 38 ta protoni, 38 ta elektroni. Hisoblab chiqamiz, neytronlar soni ham 38 ta chiqadi. Yig'inda 114. Demak, 69 dan 114 ga o'tyapti. Nima bo'lyapti desa, ortayapti. Demak, 2 ga B bo'lar ekan. Keyingisi uchinchisiga nima bo'ladi? Bundan azot 3 oksididan O3 ga o'tyapti. 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. Tartib raqami 16, tartib raqami 8, massasi 16. Protonlar soni 24 ta, 8 karra 3. Elektronlar soni 24 ta, neytronlar soni 16 dan 8 ayiraman 8, 3 ga ko'paytirsam 24. Jami yig'inini hisoblasam 72 ta. Demak, 114 dan 72 ga o'tdi. Nima bo'ldi desa, kamaydi. 3 ga A javob bo'lar ekan. Keyingisi 4ni topaman. Kislorod molekulasi 3 ta narsa bo'ladi: proton, elektron, neytron. 16 8 8 karra 2 16, 16 ta protoni, 16 ta elektroni, 16 dan 8 dersam 8, 2 ga ko'paytirsam 16 ta. Jami zarrachalar soni demak bundan nechta bo'lar ekan? 48 ta bo'lar ekan. Demak, 72 dan 48 ga tushibdi. Bunda qanday o'zgardi desa, kamaydi. Demak, 4 ga ham A ekan. Xo'p, bu javob qaysinda berilgan? Doniyorda berilgan. Ya'ni 1 kamayadi, 1A, 2B, 3A, 4A ko'rinishda berilgan. Javob Doniyorda berilgan. Tarkibida protonlar soni neytronlar soniga nisbati 2,5 ga 2 bo'lgan moddani ko'rsating. Hop, birola to'g'ri javobga o'taman. Buni javobni ichidan tekshirib chiqish kerak bo'ladi. To'g'ri javobi Doniyor bo'lishi kerak. H2O 3 ta narsasi bor: proton, elektron, neytron. Hop, 1 1 8 ga 16. Bu tartib raqamlarini men shunchaki massasi bilan yozib oldim xolos. 1 karra 2 2, 8 ni qo'shsam 10 ta protoni, elektronlar soni 10 ta, neytronlar soni 16 dan 8 dersam 8 ta. Bizga aytayaptiki, proton bilan neytronlar soni 10 ni nisbati 8 ekan. Qisqartirib yuboraman shularni. 4 ga qisqartirib yuborsam 2, 4 ga qisqartirib yuborsam 2,5. To'g'ri javob demak qaysi bo'lar ekan? Doniyor bo'lar ekan. 120-savolga Doniyor. 39-tartib raqamda E3 massasi 89. Y 34-tartib raqamda selen massasi necha ekan? E3 ni selenning massasi 79. Ayirib yuboraman, neytronlar soni kelib chiqadi. 89 dan 39 ni ayirsam 50 ta neytron plus 79 dan 34 ni ayirsam 45 ta. Jami bo'lib neytronlar yig'indisi hop 95 ta bo'lar ekan. Javob Sobir.
126-savol. 126-savolda x plus 3 y minus 2 z minus 4. Hop, z tartib raqami, z ni protonlar soni, ya'ni tartib raqami 32. Bunda z dagi elektronlar soni 36 ta. Hammasini elektronlar soni 36 ta bo'lganini inobatga olgan holatda buni tartib raqami 34. Buni tartib raqami 36 ta bo'lish uchun 3 ta elektron berib olgan ekan. Berishidan oldin nechta bo'lgan desa 39 ta. X element kim ekan desa E3 bo'lgan ekan, massasi 89, tartib raqami 39. 34-tartib raqamda selen bo'lgan, massasi tartib raqami 34, massasi 79. Ayirib tashlayman. Ayirganimda 89 dan 39 da ayirsam 50 plus 79 dan 34 da ayirsam 45 barobar 95 ta neytroni bor ekan. Javob sobir bo'ladi. Keyingi savol, 33-savol. Keyingi savollar variantdan olingan, original variantdan olingan. Xo'p, shuning uchun alay qilmadim, to'liq yozib chiqmadim, raqamlab chiqmadim. Bitta yarimta savol raqami noto'g'ri ketgan bo'lsa, demak, u savolni olib tashlagan bo'laman. Demak, bizda nima deyapti? Mana summa belgisi yig'indi ma'nosini beradi. Tarjimasi elektronlar soni neytronlar soniga teng bo'lsin ekan, protonlar soni neytronlar sonidan kam bo'lsin ekan. Xuddi shu zarrachani top deyapti. Bu javobdan ketiladi, 4 ta javobdan tekshirib qo'ysak bo'ldi. To'g'ri javobiga o'tib ketaman birolar. Ftor minusga to'g'ri keladi. 19 ga 9, 3 ta narsasi bor. Proton, elektron, neytron. Protonlar soni 9 ta, elektronlar soni 10 ta bo'lib qoladi minus hisobiga. Neytronlar soni 19 dan 9 dersam 10 ta. Endi jadvalga joylashtiraman. Elektronlar soni 10 ta teng bo'ladi. Neytronlar soni 10 ta teng bo'ladi. Protonlar soni ikkalasidan ham kam bo'ladi. Buniki 9 ta. Demak, to'g'ri javob C javob.